Hijoma bu oddiy qon chiqarish emas. Qadimiy tibbiyotda necha yildan beri sinovdan o'tgan usul. Ibn Sinoni tibb qonunlarida ham kelgan, hadislarda ham kelgan. Immunitetni ko'taradi, organizmni toksinidan xalos qiladi. Zulukchi, zuluk faqat qon so'radi, xolosmi? Zuluklar shunchaki qon so'ruvchi emas, ular tibbiy dori, ularning og'izdagi fermentlar tabiiy davo. Qon aylanishini yaxshilaydi, yallig'lanishni kamaytiradi, organizmni yoshartiradi. Shunaqami? Lekin hijoma orqali vujuddagi eng chuqur toksinlar chiqariladi. Har bir qon tomiri bo'ylab yangilanish boshlanadi. Hijoma bilan hattoki insult, infarktlarning oldi olinadi. Zuluklarning so'lagidagi fermentlarini hali hech bir laboratoriya sun'iy ravishda yarata olishmadi. Bu tabiiy fermentlar faqatgina tibbiy zuluklarda mavjud. Buni hatto Yevropa ham tan olgan va dunyo olimlari mo'jiza sifatida qarab kelishmoqda. Zulukning so'lagida eng aktiv fermentlari tabiiy antibiotik, kollagen, oqsil, kumush suvi, argilaza hamda girudin moddalari mavjud. Siz qanday fikrdasiz? Qaysi biri foydaliroq? Hijomami, zulukmi? Izohlarda yozib qoldiring.